Endi mana xullas hammaga salom Elgo Gamer kanalining ashaddiy muxlislari. Sizlar bilan men Elgo Gamer va bugungi videomiz yana o'sha qishloqdagi sarguzashtlar qishloqdagi sarguzashtlar serialimizdan desak bo'ladi. Xullas bugungi video shulardan iborat. Albatta keyingi videolargacha chiqishguncha xayr, sog' salomat bilan korоче tugadi. Böyle chiqib turinglar, hazlashdim. Obunachilar. Xullas, obunachilar. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, voy to'ta. Qo'y. Ko'rib turgan bo'lsanglar, ahvolim uncha yaxshi. Xo'sh, faqat bitta skinni o'zgartirdim. Bugungi ishlarimiz hozirchalik men uncha nima ish qilishimni bilmadim, lekin ishlarimiz bor. Xo'sh, obunachilar, o'tgan safar bilsanglar, quduqqa tushgandik, undan oldin esa g'orga kirgan, cho'lga borgandik. Xullas, cho'ldan olib kelgan narsalarimni hali ham sotganim yo'q. Shu sababli endi bularni sotib soqqani qilishimiz kerak. Hozircha 32 ming pulim bor. Fermamga anchadan beri qaramay qo'yganman. Mana bu narsalarni sotib tashlashim yo'q, bularni sotishga. Bularni hech kim olmaydi baribir ham. Biz mana bu oltinni egar, shu temirdan egar, mana shu narsalarni sotishimiz mumkin obunachilar. Bizning qishloqda yangi temirchi keldi. Oldingi temirchimiz shamol o'qib degan. Yangi temirchi keldi. Shu sababli mana bu taqir-tuqirlarimizni olib sotib kelamiz. Temir kerakmas. Bo'la. Bugungi narsalarimiz shularni sotib kelamiz va keyin bilmadim yana nimadir qilsak kerak. Hop, sekin. Hoppa, bo'la normallik, cho'rlik. Assalomu alaykum, Qosim aka, yaxshimisiz? Qosim aka? Yo'q, Qosim aka toma ketib qoldi, cho'ta odam. Qosim aka, yaxshimisiz? Siz ancha parishon xotir bo'lib qolibsiz. Kecha soat 2 gacha PUBG o'ynab chiqdim. 2 gacha PUBG o'ynab balo bormi? Shunchadan ertaroq uxlab ishlaringizni qilinglar. Bo'pti. Nima yubka kiyib olasizmi? Nima yubka debman, fartuk kiyib olasizmi? Ishim bor, ishim bo'lmasin. Qosim aka oxirgi bir xotin quli bo'lib ketyaptilar. Videodan tashqari to'y qildik. Qosim akani afsuski video olmadim. Xo'sh, mana hokim bu joydalarmi? Joyda ekanlar. Mana ko'rmab turishadi, mana ko'rmanlar. Mayli, ko'rmaganlarni yaxshi. Mana yangi temirchining uyi, yaqinda ishga keldilar. Voy. Xo'sh, narsalarni almashtirishga keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarasang Igor. Yaxshi keldingmi? Nima kelding? Narsalarim bor edi, almashtirib tashlab bo'ladimi? Mayli. Tak, menda oltindan mana bu bu oltin emas u. Oltindan bor. Tak, mana oltindan nechta? 5 tami? Bitta, ikkita, 3 ta, 30 ta olib ketishim kerak ekan. Xo'sh, 30 ta olib ketsam, ikkitasini sizga qoldirib ketaman. Shundaymi? Tak. Voy, palakat. Tak, g'alatish bo'ldi-yu. Mayli, hozir to'g'rilaveramiz. Tak. Mana shu ikkitasini sizga qoldirsam, endi buni to'g'rilasak, nima? Yana 60 ta qoldimi? Hozir to'taylar, bunday qilsak. Xo'sh, menga 30 ta bo'lish kerak. Xo'p. Xo'sh, 60 ta bo'lsa mana bilan. Keyin mana uni tashlab yuborsam. What the hell? Böyle bana qoladi, buni o'tvoramiz. Böyle короче, 3 ta qo'ydim, menga 30 ta bo'lish kerak. Shuni adashdim ozgina, uzr. Tak, mana. Hozir bittasini tashlab yuboraman sizga. Cho'tabash ayirish juda ham qiyin-da. Xo'sh, mana bittasi, mana bo'ldi. Xo'sh, maktabda zo'r o'qigan ekansan-a? Geografiya, algebradan zo'r o'qiganman. Kech bo'lyaptimi? What the hell? Bo'lishi mumkin emas. Tak, bo'ldi, o'zi kech bo'lmayotganiga shuni ko'rinibdi. Xo'sh, mana oltinim bor. Endi men sizga bitta olmosdan buncha narsani qayerdan olding? Shizmasin. Nima, olmos bilan oltinni urovini bir xil? Bozor narxi.
Oltin ham 5 ta izumrud, olmos ham 5 ta izumrud. Mayli. Tak, totali 5 tadan bo'lsa 3 ta 5 10 15. Voy, 30 ta emas, 15 ta olishim kerak men. Uzr, esdan chiqdi. Maktabda zo'r yomon zo'r o'qigan ekansan, ha? Elgo. Ha, bilasiz, geometriya, geografiyadan yomon zo'r o'qiganman. Palakat. Tak, bu o'zi to'g'ri aytdimmi? Ha. Tak, 3 ta bo'lsa to'g'ri. Tak. Aha. Endi adashma. Bitta olmos oldim, 5 ta olaman. Ha, bitta olmos egar oling, 5 ta olasan. Tak, o'zim bunday qilib, voy, ish ko'pdi shunday. 1 2 3 5 ta bo'ldi. Xo'sh, o'zingiz ishlarsiz qalay, tog'a? Ha, yaxshi. Kecha shaharga borib keldim. Ha, shaharda ishlar qalay? Hamma bir-biri bilan janjal qilyapti. Yo'q-ey. Ha. Hamma joyda to's-to'polon. Shunaqa gap ekanda. Ha. Xo'sh. 5 ta temir, bitta izumrud. G'alati emasmi? Yo'q. Xo'p, mayli, mana 6 ta izumrudim bor edi. 6 ta oltinim bor edi. Ya, bu men o'zimga kerak hozircha. Tak. Bo'pti, keyinroq kelarman. Mayli. Xo'p, mayli. Mana bunchilar oltin olmoslarni topshirdik. Endi sekin fermachamga qarasam yaxshi bo'lardi. Fermachamning eshigi esa buzilgan. Shuning uchun buni eshigini sindirib, boshqa eshik qurishim kerak dedilar. Bo'lmasa kechroq ko'risharmiz menimcha. Ot deganlarim qolib ketgan ekan, shuni bergan keldim. Ha, mayli, tushundim. Xo'sh, obunachilar, temir ot egallarim qolib ketgan ekan, shuni ham bergani yana qaytib keldi. Mana shu yerda 10 ta jitil yiqilib o'lsa ham, menimcha bu yerlarni to'g'rilamasa kerak. Xo'sh, ha, obunachilar, sizlar aytgancha esimdan chiqdi. Bizani qishloqda yangi do'kon ochildi. Mana bizani qishloqda yangi do'konlar ochildi. Ya'ni do'konxona degan to'g'rida. Mana bu lampochkani xato qo'yibdilar. Mana qanaqadir bir ajoyib joy, mana ko'ryapsizlar, bu yerda har xil bir narsalar sotiladi. Ha, qalaysan, Elgo? Ha, yaxshi, rahmat. Oho, ancha kiyiming o'zgarib qopti, rahmat. Bu yoqda bilsanglar, mana bu yerda har xil bloklar sotiladi. Bu tomonda ham shu ahvol. Bu tog'a ismingiz nima edi? Mike. Mike. Bu tog'ami anaqa narsa sotadi. Shunaqa firmaga aloqador narsa sotadi mana. Har xil bir anavilar, urug'lardan hali anavi kelmabdi. Bo'ldi, shunaqa narsalar. Va bu nima? 50 ta izumrud. Bu yerdan sotilyaptimi? Ha. Как раз obunachilar. Menga kerak edi. Pulim qancha men hozir? 25 ta. Yana 5 tani, uyda 5 ta bor edi. Mo'sa obunachilar hozir 5 ta olib kelib, rais aka deyman, rais otadan hozir bu yerda so'rab rasmiylashtirib olsam, men bu yerda bironta ish qilsam bo'ladi. Qiziq. Nima ish qilsam bo'larkan bu yerda? O'ylab ko'ringlar obunachilar, bu yerda nima ish qilsam bo'ladi? Tak, men bu yoqda nonvoychilik qilsam bo'ladi. Qishloqda nonvoychi yo'q. Ko'pchilik jitlar faqat sabzavot shunaqa narsalar yeydi. Как раз men nonvoychilik qilsam bo'ladi. Yaxshi. Значит, men nonvoychilik qilsam bo'ladi. Okey. Tak, menga yana ozgina kerak edi. Tak, xo'sh, yana ozgina. Tak. Va 50 ta kerak edi. 39 ta, 49 ta va yana 59 ta. Bo'ldi. Qolganini o'zimga qoldi. Va nonvoychilik uchun bir ikkita oyog'im jihozlar olaman. Yaxshi. Endi nonvoychilik qilsam bo'ladi. Qo'yil. O'zi kichkinadan bir nonvoychilik qilaman deb keldim. Yaxshi bo'ladimi? Sal qornim ochqoldi. Mayli. Tak, 59 ta izimrudim bor. Sotganim yaxshi bo'ldi, ancha pul bo'ldi. Tak, kirishim mumkinmi? Ha. Assalomu alaykum. Men ana qarach obunachilar bo'lsa sotib olgandan keyin davom ettiramiz.
Bo'libim bo'lsa u yer meniki meni. Ha, Elgo, endi u yer saniki. Bo'lovnichilar men sotib oldim hozir. Qo'y, endi men u yerda bemalol shunaqa taqir-tuqir ishlarni qilsam bo'ladi. Endi menga bitta verstak kerak va fermandagi bor bug'doyni olib ketsam bo'ladi. Assalomu alaykum, Jitil aka. Ha, Elgo, qaraysan. Bitta verstak olib ketsam bo'ladimi? Ha. Tak, sizga 5 ta berishim kerak. Mana 5 ta. Aha, yaxshi olar. Mana shu yerda bor ekan o'zi. Tak. 9 ta olib bordim, hozir qaytarib qo'yaman. Xavotir olmang, men unaqa o'g'ri odatim yo'q. Bilaman, sen ancha yaxshi. Sen unaqa yomon bola emassan. Bo'pti. Mayli. Mayli, Jitil aka, yangi eshik olib kelibsiz. Oho. Aha, agar bir narsa kerak bo'lsa olib ketishim mumkin. Mayli. Bo'pti, ko'rishguncha. Xo'p, bunchilar qo'yil. Endi men bu yerda bemalol o'zimni biznesimni yo'lga qo'ysam bo'ladi. Uy! Qo'yil. Tak, как раз men hozir bo'lsa firmani bir yaxshilab, tozalab, hamma narsa qilib bo'lgandan keyin yana videoni davom ettiramiz. Qani, ketdi. Xo'p, bunchilar mana keldik. Biz bu sotib oldik уже. Mana. Bolalar, assalomu alaykum. Bitta zo'r yangilik aytaymi? Ha? Endi men sizlar bilan birga ishlayman. Yo'q-e? Ha, endi men bu yerda sotib oldim. Oho, qanchaga olding? Yozilgan 50 ta izumrudga voy, mana nima qilishibdi? O'tmayman-ku bu yerdan. Xato qilib qo'yishgandi buni. Xo'p, mayli, buni bir nimalab to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Mana sandiqqa, katta sandiq ustiga qo'yib qo'yamiz mana. Qo'yil, men endi bu yerda biznesmenman. Voy, to'teda buni qanday g'alati emasmi buni qo'yish? Tak, buni. Tak. Xo'sh, buni olishimiz kerak. Buni olgandan keyin g'alati bo'ldi. Tushib ketdim, mayli, hozir ustiga chiqib qolaman. Xo'sh. Так, bo'ladi. Bo'ldi. Короче, yana kech bo'ladi, nima bo'ladi? Buncha faqat kech bo'ladi bu yerda. Tak, bo'lmasa bunday qilishga majburman. Xo'sh, nonlaringni qanchadan sotasan? Hozircha anig'ini bilmayman. Endi boshladim-ku biznesimni. To'g'risi, men bilmayman. Biznes rejang yo'q. Значит, parokanda bo'lasan. Ya'ni bankrot bo'lamanmi? Ha, to'g'risi shunday aytsak ham bo'ladi. Aniq o'zlaringiz parokanda bo'lasizlar. Men sizdan yaxshiroq sotaman. Ishonmaysizlarmi? Unda kel. Menimcha sen YouTubersan, shundaymi? Ha. Bu videonggacha yo'q, sen buni eplolmaysan. Yo, aytavering. Yo'q, qo'yar. Mayli. Bo'pti, bizda g'alati-yu, Minecraftda nonni taxlashadi. Versakda. Ha, bu ahmoqlik. Menimcha men sizga yoqmadim uncha, to'g'rimi? Ha, menga unchalik yoqmading. Vafshim. Aha. Tak, men nolarimni mana bunday qilib qo'yaman. Hamma joyga terib xuddi ko'pdek ko'rinishi uchun. Ha, lekin o'zi yo'q. Bir pasdan o'tira olmaysiz. Asabimni buzyapsiz lekin, slishkim. Bo'ldi. Qo'ysangchi, Mayk. U axir yosh bola-ku. Tak, men 5 ta izumrudga sotaman. 5 ta? Menimcha, axir endi boshlading-ku. Shundan ham biznesim yaxshi bo'ladi, chunki qishloqda nonvoy yo'q. Izumrud. Ha, yering bormi? Ha, yerim bor. Sen haqingda men eshitgandim, Elgo. G'irt anqov so'tay bachasan-da. Shunaqada bilaysizmi? Ha. Mayli. Bo'lmasa kechqurun gaplashamiz. Kelinglar, issiqqina, bo'lmasa ham nonlar bor, nonlar. Bo'pti. Bo'lmasa kechga videoni davom etamiz. Qo'ying sekin kameramni. Havoni qaranglar, ancha kech bo'lib qoldi. Bo'pti, hay bo'lmasa men endi sekin uyga borsam ham bo'lar, ha? Yaxshi bor. Kuni bilan asabni buzdi, lekin normal biznes qilib oldim. 4 ta non sotdim, ammo 40 ming pul ishlab oldim. Nima? Qoyil, ammo men nima bo'la? Shunchaki texnik nosozlik. Bo'pti. Bora qoling, yana yo'lda birontasi tishlab olmasin. Sizdan ko'ra men o'zimni himoyalab olaman. Oldin gapirishni olgan, to'nka. Boray. Qoyil, shu vaqtdan boshlab mening dushmanlarim bor. Ya, dushman nimasi, balkim raqobatdosh desak to'g'ri bo'lar. Yana bilmadim. Chiqib zombilar yo'lda chiqib qolmasa yaxshi bo'lardi. Mayli. Xo'sh, darrov tun bo'ldi, qoyil. 4 ta non sotib 40 ta izumrud to'xta. Anarog'i 44 ta. Ha, men yana 4 ta pulim bor edi. 4 ta izumrudim bor edi. Qoyil.
Bo'lmasa ertangi kun men uchun yaxshi o'tsa kerak. Bilmadim, fermandagi narsalarni olishim kerak. Suyaklarni anavi brat sotardi. Menga qanchadan berar ekan? Menga normal gapirmay ekan brat. Boshqa benzinimni raso qilmasa bo'ldi. Bo'pti, obunachilar bo'lmasa tongda videoni davom ettiramiz. Endi sekin uxlayman. Xo'p, obunachilar mana sekin yuz qo'llarni yuvib olib, sizlar bilan videoni davom ettiramiz. Endi sekin anavi bratni oldiga borsak ham bo'ladi. Ular mendan ancha tezroq keladi, chunki qishloqdagi yagona biznesmenlar. Ularning uyi dahshat, lekin to'g'risi uyini sizlar ko'rsam kerak. Uyi slishim katta, bittasini uyi mana bu, ikkinchisinikini bilmayman. O'sha menga yaxshi gapirmaydi. Voy, bu kimniki bo'ldi? Mayli, ikki qo'yamiz. O'sha menga yaxshi gaplar gapirmaydigan brat, oy sekin. Oppa, oy, oyog'im qo'l bo'ldi. Tak, menga o'sha yaxshi gapirmaydigan bratni uyi o'sha. Menga unchalik ham ishi yo'q bratni uyi, bilmadim, lekin Elgo, keldingmi? Qalaysan? Salom Mike, salom Jeff. Bularning ismini bilib oldim. Bilsangiz 3 ta izumrudga anav berardiz. Qancha olasan? Suyak olmoqchiman. Yaxshi, olsang ol. 3 ta izumrud. Xo'sh, menda hozirda puling yetadimi o'zi? Nima? Bemalol pulim yetadi. Xo'p, mana 3 ta izumrud va 10 ta suyak olyapman. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda men ketdim. 10 ta suyak dedi, nima qilasan o'zi? Fermam bor, fermamga ishataman. Oho, Elgo kuchaygan o'zi. Ha. Ertalabki rediska. Unchalik to'yimli emas, ammo har nima qorin to'ydiradi. Bo'la. Rediskaning ta'mi bir taxir g'alati sifat. Sen shu yoqqa o'tirsanmi? O'tgan videoni shu yerda eding. Nima qotib qo'ygansan bitta joyda? Mayli. Axir bu gol ham bo'lsa. Oho. Ancha yaxshi ko'tarilibsizlar. Mening o'simliklarim o'simlikka g'alati gap bo'ldi. Mayli. Xo'sh, endi o'tdan hammasini o'stirishim kerak. Yaqinroqdan bironta ferma bo'lsa sota olsam yaxshi bo'lardi. Chunki yo'l ham uzoq. Borib kelisham bor. Shularni o'ynab sal yaqinroqdan ferma olsam qanday bo'larkin, obunachilar? Kommentga yozinglar. Yaqinroqdan ferma olaymi yoki yo'q. Xo'sh, endi bularni sekin ekib chiqsam va yana bir kun o'tkazib olsak bo'ladi shu bilan. Va do'konimda ham ozgina izumrud debman. Mana qolgandi. Nima edi? Non qolgandi. Ularni ham bir amallab ishlatib olsak bo'ladi. Yaxshi. Urug'larni esa o'zini turida ekishga. Xo'sh, rediskani ham urug'ini sotib olishim kerak. Chunki men rediska emas. Endi men faqat nonvoychilik bilan shug'ullanaman. Xo'sh, oppa. Hozir sizlarga fokus ko'rsataman. Oppa, ko'rdingizmi? Endi sekin mana bu yoqqa sakrab, aniqroq qo'yishmoqchi edim. Voy, sekin. Tomda kim yuribdi? Darhol pastga tush. Bo'lmasa hozir golim chaqiraman. Nima? Elgo? Mana dedim, uzr. Bitta izumrudga mana sotaman 7 tani. Izumrudingiz yo'q ekan-ku. Hozirchalik ularni savdosi yo'q. Mayli, bo'lmasa men nonni qilib turaman. Xo'sh, bemasan nonlaringni hech kim olmaydi. Men senga javob beraman. Yana 40 ta izumrud ishlasam bo'ladi. Nima? Yana 4 ta non qildingmi? Omad tilayman. Bo'lmasa obunachilar, menimcha videoni shu joyda tugataman albatta. Qanaqa video? Bular bilan gaplashib bo'lmaydi. Xo'sh, obunachilar, bo'lmasa bugungi videoni barakat suvga ketdim. Xo'sh, obunachilar, bo'lmasa bugungi videomiz shulardan iborat edi. Albatta, keyingi videolarda yana o'zlaringizda bironta takliflaringiz bo'lsa, ularni yozib qoldiringlar. Xolos, mana biza bu safar nonvoy xona ochdik. Qo'yil, endi normalniy o'zimning biznesim bor. Endi o'zimning normalniy biznes yo'lim bor, obunachilar. Endi men biznesmenman, qo'yil. Qiziq, keyingi qismda nimalar bor ekan? Balki meni rostdan ham parokanda qilishar yoki biznesni rostdan ham ular
Yana bilmadim, lekin qishloqda yagona novvoychi manman. O'sha kechani o'zida ancha qishloqdagilar mendan non olib ketdi. Hozir ham tezroq ishimga bormasam, ishimdan qolib qolaman. Xullas, короче, bugungi video shundan iborat. Albatta, keyingi qismlargacha sog' salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'shib unutmanglar. Короче, tugadi.